Tabriklasanglar bo'ladi. Bugun biza 80 mingta bo'ldik. Jigarlar, hammalarga kattakon rahmat. Bugun bizani oilamizga hech kimga yalinmasdan, hech kimga iltimos qilmasdan, video davet qilib ber, videoyimga tushib ber demagan holda 80 mingta bo'ldi. Aytgancha, bu esa bizani YouTube sahifamizda xudo xolasa tez kunlarda 60 mingta bo'ladi. Shu munosabat bilan xalqimizga yaxshi xizmat ko'rsatish uchun bitta kichkinagina narsa oldik. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'yishingizdan chiqazmanglar. Kimdir uchun katta narsa, kimdir uchun kichkina narsa. Qachondir biz uchun bu narsalar orzu bo'lgan. Va nihoyat oldik. Bizda yangi yo'lda juda ham ko'p svet o'chadi. Biz shuning uchun mashina olmasdan xalqimizga yaxshi xizmat ko'rsataylik, kelgan mijozlarimizga maza qilib o'tirsin degan maqsadda 50 kilovatli dvijok, ya'ni generator sotib oldik. Xudo xolasa, endi sizda svetdan muammo yo'q. Bundan tashqari bugunning o'zida ikkita konditsioner qo'ydik. Shashlikxonamizni tubdan o'zgartirib tashladik. Bitta ko'ringlar. Oldin ko'chada pishardi, hozir endi ichkarida pishadi. Shashliklarimizga zo'r sharoit qilib berdi, ya'ni maza qilib pishirishadi. Hamma sharoit zo'r, universal darajada xoldinglarimizni bu yoqqa qo'ydik. Endi bu tomon pustoy bo'ladi. O'sha to'g'rida shashlik pishirishadi. Endi shashlikxonamiz ham zo'r. Zallarimiz salqingina, ya'ni tepa zalimiz ham muzdek, pastki zalimiz ham muzdek. Kelgan mijozlarimiz bizdan rozi bo'lasizlar degan umiddaman. Xudo xolasa, hammasi sizlarning sharoitingiz uchun, ya'ni kelgan mijozlarimizning birontasi norozi bo'lmasin. Har doim kelishsin, xursand bo'lishsin, maza qilib ovqatlanishsin, bizga to'layotgan pullariga rozi bo'lishsa, biz undan xursand bo'lmaymiz. Shundan juda qattiq xursand bo'lamiz jigarlar. Tilimiz yeb chiqib ketib qoldi. Xudo xolasa, hamma sharoit qildik. Endi ozgina qolgan narsa tez kunda xudo xolasa ish vaqtimizni bitta cho'zib 12 gacha qilib qo'ysak, maza qilib kelib, kech payt ham o'rtoqlar, aka-ukalar, opa-singillar, oilaviy kelib, maza qilib kechqurun gap o'tkazmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga kelib, o'tkazib, futbolda ko'radigan bo'lsa, futbolda ko'rib, maza qilib kechadi. Akalar, ukalar, opalar, singillar, agar bu video sizga chiqqan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar, like tugmachasini bosib qo'yinglar. Sardor kafesi hamisha xalqimizga yaxshi xizmat ko'rsatishga tayyor jigarlar. Xudo xolasa, kelajakda katta restoran ochadigan bo'lsak ham, o'shanda ham oddiygina bo'lib, mana shunaqa videolarni olib, ko'nglingizdan joy olib va sizlar uchun sharoit qilishga hamisha tayyormiz. Jigarlar, bosinglar like ga.